Saturn sizga ko'pchilik vizib tashlayapti. Nima uchun? Atvet qaytarmayapsiz. Qo'rqyapsizmi? Do'stlar, Saturnga qo'rquv tuyg'usi begona. Assalomu alaykum butun dunyo. Gaplarimni quloqlarim bilan eshitinglar. Menga vizib tashlayotganlar 90% o'zbek. Saturn jahon miqyosiga chiqqan professional ligani media trishtok bo'yicha legendasiga o'zi aylanib bo'ldi. Menga raqobat qiladigan o'zga yurtliklar talaygina. Men shular bilan raqobat qila qolay. O'zimda o'zbeklarim bilan nimani talashamanman? Nimani talashaman? Bitta bayroq, bitta madhiya, bitta prezident. Nimani talashamiz? Undan ko'ra o'zga yurtliklar bilan talashib haqiqiy raqobat ko'rsatishimiz kerak biz ularga. Meni fikr hayolimda faqat shu o'ylar. Bilmadim kim qanaqa tushunadi. Meni izimdan aktiv ishlamoqchi bo'lyapti. Men yordam bera olmayman. Men shu vaqtgacha kimnikidir osilmasdan o'zimning harakatim bilan shu natijaga erishdim. Sizlarga ham shuni tilab qolaman. O'zbekiston olg'a, jonlaring sog' bo'lsin. Toshkent Xumarina 11-may yonadi. Qishloqdan chiqqan oddiy cho'pon yigit arenani to'ldirib lahzaga keltiradi. Inshaalloh. Do'stlar, duoda bo'lib turinglar. Sizlarni yaxshi ko'raman.